Bu yerde men sizler bilan shundoq esil bir ishga o'rtoqlashmoqchi. U bo'lsa hozirdan boshlab Ramazonda qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz haqida plan tuzishdir. Men sizlarga bundaq qilishning foydasini so'zlab o'taman. إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب. Assalomu alaykum. Mağal shundoq bilindimi yoki hammalar bu qidim Ramazon bek tez kelgandek his qilamsizlar. Bu balkim yaqinda korona sabab yuz berayotgan ishlar va sirtqi chiqish cheklanish, hammalar aldirashchilik kunlarining tez o'tib ketish qatorli sabablardan bo'lishi mumkin. Shundoq qilib biz yana bir Ramazon oyiga yetib kelaydik. Subhanalloh. Bu yerda men sizlar bilan shundoq esil bir ishni o'rtoqlashmoqchi. U bo'lsa hozirdan boshlab Ramazonda qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz haqida plan tuzishdir. Men sizlarga bundaq qilishning foydasini so'zlab o'taman. Sizlar Ramazonda qanchalik Qur'on o'qish, ro'zni qandoq tutish, farz namozlardan boshqa nafl namozlardan qaysilarini o'qish haqida plan tuzishinglar lozim. Balkim bu Ramazonda ilgarigidan ko'proq ibodat qilish fursatiga erishishni xohlashinglar mumkin. Kitoblardan qaysilarini o'qish, islomiy vaziflardan qaysilarini anglash, bilim doiralarini kengaytirish uchun nimalarni qilish, qo'shimcha ibodatlardan qaysilarini qilish, kechalarda tahajjud qilish, bu Ramazonni texmi ahamiyatli o'tkazish uchun nimalarni qilish haqida hozirdan boshlab plan qilishga boshlanglar. Qur'on o'rganish, Qur'on tarjimasini o'qish va uni tushunib amaliyotga aylantirishga tirishinglar. Ramazon fursatidan foydalanib turmushinglardagi ba'zi bir ishlarni yaxshilab hayotinglarga butunlay o'zgartirish bilan bog'langlar. Ramazon kelishdan burun bunday astoydil planlarni o'tirib qo'yishning muhim sabablaridan biri bo'lsa, biz haqiqatan Ramazon oyiga shohid bo'la olamdik yo'qmi bilmaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, bizni Ramazon oyiga o'lishga muyassar qilgin. Ramazon oyiga shohid bo'lishga muyassar qilgin. Amin" deydi. Texi Ramazon oyi yetib kelmadi. Kim biladi? Balki men Ramazondan burun o'lib ketishim mumkin. Bu bir reallik. Allah hammamizga firdavs jannatini bersin. Ham buni bizga oson qilib bersin. Allah bizga jannat ato qilsin. Agar biror kishi mushunday plan qilib Allohning dargohiga elib ketganlik sababli Ramazonni ulasha olmay qolgan ahvolda Ramazonni qilishga plan tuzgan hamma ish uchun to'liq ajr oldi. Chunki haqiqatan amallar niyatga asosan bo'ldi. Har bir kishi uchun niyat qilgan narsasi bo'ldi. Shunga bu hadisda mundaq deyilgan: kimki yaxshilik qilishni o'ylab, ammo qila olmasa, buning uchun Alloh u kishi shu niyat qilgan amalning ajrini yozdi. Subhanalloh. Shunga kishi niyat qilgan, ammo qila olmagan ishlar uchun mukofotga erishadi. Agar kishi oldin ola shunday yaxshi niyatlarni qilib Ramazon kirsa, bu ahvolda texmi ko'p qitim savobga erishadi. Allohning rahmatiga qaranglar. Shunga qilmoqchi bo'lgan ishlarni o'ylash fursatimiz bo'lsa, uni planlashimiz lozim. Amallarimizni eng go'zal shaklda planlashimiz va bu niyatlarimizga astoydil muomala qilishimiz kerak. Oldin Allah Ramazonni qanday o'tkazayotganligimizni tasavvur qilaylik. Inshaalloh umra haj qilganlarimizni ko'z oldimizga keltiraylik. Alloh biz uchun bu fursatni ato qilsin. Amin. Subhanalloh. Amin ya robbil alamin. Ramazondagi kunlarni qanday o'tkazamiz? Boshqa ibodat va namozlarni qanday qilamiz? Qur'on o'qish va qancha qitim Qur'on tilovat qilishni tamomlashni umid qilamiz. Tajvidimizni qanday yaxshilaymiz va boshqalar haqida o'ylanib hozirdan boshlab plan tuzaylik. Shunday qilganda tez Ramazon oyiga kirmay turib, agar Alloh bizni elib ketib qolsa-mu, bu niyatlarimiz uchun to'liq ajr mukofotga erishamiz. Hatto Ramazon kunlarida kasal bo'lib kelib, amalga oshirishni niyat qilgan ishlarimiz o'rinda olmay qolganda-mu, yana to'liq ajr mukofotga erishamiz. Subhanalloh. Bu nima degan qaltis-a? Mana bu Ramazon oyining va uning plan bilan kirishning go'zalligi. Agar Alloh bizga bu oydagi go'zal amallarni planlashga va mushu oyga shohid bo'lishga muvaffaq qilsa, biz planlaganlarimizni to'liq o'ringa olamiz. Shunga biz hozir Ramazonga tayyorlik qilish uchun qilishga tegishli eng go'zal ishlardan biri niyat qilishni va planlarni boshlash va inshaalloh bu qitim amalga oshirish uchun Allohga va'da berishdir. Bu Ramazonni men hayotimni mundaq o'tkazaman. Va boshqa mundaq ishlarni qilaman deb chin dilimizdan niyat qilaylik. Bu planlardan bir nechasini balki Ramazon oyini saqlamay hozirdan boshlaversak bo'ldi. Chunki biz uni ulasha olmasligimiz mumkin. Biz yana shu ajr savoblarga erishishni umid qilamiz.
Undaqda biz qilayotgan bu güzel va'dalarga astoydil ekanligimizni Alloh ko'rsaydi. Alloh hammanglarga rahmat qilsin. Bu ucharni ko'plab tarqatayli. Chunki bu ucharni tarqatganda buni anglagan har bir kishining kelgan Ramazonda qilishga niyat qilgan amallarining ajr savobiga bizmi erishamiz inshaalloh. Bu nima degani qoldi? Subhanalloh robbil alamin. Alloh hammanglarga baxt saodat ato qilsin. Vaqtning qadrini bilaligidek aql idrok ato qilsin. Biz yana qanchalik yashaydiganligimizni bilmaymiz. Atrofimizda kishilar kasal bo'lib keladi. Ba'zilar o'lib ketadi. Alloh bizning bu dunyodan ayriladigan vaqtimizni qachon belgilagan va yozganligini bilmaymiz. Texim yaxshi bo'lgan oxirat makonimizga qachon yo'l oldiganligimizni bilmaymiz. Ammo haqiqiy mo'min bu safarga intildi. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.